Omadga ishonish. Mana men shu narsani aytib beraman. Men ham prava olishni boshlaganimda, tayyorlanishni boshlaganimda omadga prosta ishonganman. Ya'ni men omadli bo'laman, nimani boshlasam hamma zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaganman. Men o'qigan paytda 70 ta bilet bo'lgan. O'sha 70 ta biletni yarmini yodlaganman. 35 tasini yodlaganman-da va imtihonga birinchi marta kirganman. Shu 35 ta biletdan bittasi tushib qolsa, men o'tib ketaman deb o'ylaganman. Lekin qayerdan? Ishoninglar, bilmaydigan savollarim tushgan hatto. Demak, davlat test markazlarida savollar chalkash tushadi. Shuning uchun bilet bo'yicha tayyorlanishimiz xato. Shu guruh tayyorlanganimiz juda ham katta foyda beradi. Shuning uchun omadga sizlar ham ishonmanglar. 40 ta biletni o'rgansam, qolgan 15 tasini o'rganmasam, imtihonga kirib bemalol o'tib ketaman degani emas. Keyingi narsa. Ustoz va ustozi tayyorlanishning foyda va zararlarini sizlarga tushuntirib beraman. Agar, misol uchun bitta misolda Ali va G'ani, Ali ustoz bilan tayyorlansa nima foyda topadi? Mashaqqat qanaqa? G'ani ustoz bilan tayyorlansa nima foyda topadi? Shuni tushuntirib beraman. Xo'p, Ali ustozsiz tayyorlanmoqda. U qanday tayyorlanish metodikasini bilmaydi, manbalardan foydalanishni bilmaydi. Savolni ko'radida, xo'p, o'qiydida, javobini ko'radi. Bo'l, mana shu javob ekan, mana shu savolning javobi mana shu javob ekan, deydi, o'tkazib olib tayyorlanaveradi. Shu tariqa 1200 ta testni o'tkazib yuboraveradi. Hech qanaqa kallasiga metodika orqali kirgizilmaydi. Bu juda ham katta xato. U birinchidan vaqtini yo'qotadi, energiyasini yo'qotadi va asosiysi pulini yo'qotadi. Sababi imtihonga kiradida 1 million so'm to'laydi birinchisida. Imtihondan yiqilsa, keyingi safar yana tayyorlanib kirish uchun 1 million 200 puli ketadi. Ammo aytdi, G'ani esa ustoz bilan tayyorlanishda qanaqa foydani oladi? Ustoz unga to'g'ri manbalardan foydalanishni o'rgatadi. Har bitta savolga alohida yondashadi. Misol uchun, ma'ni talqinimdan keladigan bo'lsak, men bu G'aniga savollarni mag'zini chaqishdan tashqari uni obraz qilib beraman. Shunaqangi obraz qilib beramanki, miyasida u qolib ketadi bir umrga. Ishoninglar, u savolni ko'rganida javobi kelmaydi, birinchi bu obraz miyasiga keladi. Obraz kelgandan keyin javobini sraz anglaydi. Ya'ni obraz nima? Biz har bitta savolni kino qilamiz, boya aytgandek, kino effektiga o'xshatib chiqamiz savollarni. O'shanda eslab qolish 10 karra tez bo'ladi. Xo'p, pravasiz yurishning oqibatlari. Hozir sizlarga oqibatlarini tushuntirib beraman, hayron qolasizlar. O'zi pravasiz yurish qanaqa oqibatlarga olib keladi, bilasizlarmi? Misol uchun, viloyatlarda ko'p bo'ladi. Gay to'xtatmaydi, gay kam, uydagilarning mashinasini bemalol haydab yuradi, lekin oqibatlarini o'ylashmaydi. Katta jarimalar bor. Ya'ni agar provat bo'lsa yoki bo'lmasa farqi yo'q. Bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar, ya'ni 18 million 750 ming so'm jarima solinadi. Agar siz hali endi 18 yoshga to'ldingiz, hali prava olganingiz yo'q, lekin uydagilaringiz mashinasini haydaydigan bo'lsangiz, onangizni, adangizni, akangizni mashinasini haydab ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, bobodi gay xodimi sizni to'xtatib qoladigan bo'lsa, jarimasi qanaqa bo'ladi? Bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar. Ya'ni sizga 10 barobar yoziladi va akangizning mashinasi bo'lsa, akangizga ham 10 barobar jarima yoziladi. Tasavvur qiling, o'sha 20 barobar jarima ketdi. 10 barobar qancha? 3 million 375 ming sizga va akangizga. Agar akangiz aytsa, "Yo'q, ukamga mashinani men haydashga bermadim, o'g'irlab ketdi" desa, o'sha sizga nisbatan jinoiy javobgarlik ochiladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, keyingi narsa. Gay xodimdan qochib yurishga majbur bo'lasiz. Agar sizda pravangiz bo'lmasa, mahallalar ichidan, g'adir-budir yo'llardan sekin haydab yurishga majbursiz. Sababi gay xodimi chiqib qolsa, ketdinglarda, hamma narsanglar jarimaga soladi, dabdala bo'ladi hamma yoq. Lekin bir xillar gayni ko'rsa, hatto kamera turgan bo'lsa ham palasani bosib razvorot qilib o'tib ketadi. Hatto kamerani ham o'ylamaydi. Kameraga tushasan, baraka topib ko'r, 3 million 375 ming qarama-qarshi tomonga chiqib razvorot qilganing uchun. Mana shunga tushishni o'ylashmaydi. Shuning uchun pravasiz yurmaslikni maslahat beraman. Endi pravangiz bo'lmasa, Yandexda ham ishlay olmaysiz. Misol uchun, sizda agar bo'sh vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, Yandexga kirib taksichilik qiladigan bo'lsanglar ham passiv daromadga ega bo'lasizlar. Misol uchun, siz boshqa narsa bilan shug'ullanasiz, uyda mashinangiz bor va pravangiz bo'la turib Yandexda yo taksichilik yo dostavka bilan ishlaydigan bo'lsanglar, kamida bir 10 million 15 million topasizlar. Instagramda ko'rgan bo'lsanglar kerak, Yandexlar mana shuncha pul topib olamiz deb ko'rsatganlar tiqilib ketdi-da. Xo'p,
Endi prava sizga qanday imkoniyatlar beradi? Shu imkoniyatlar bilan hozir to'liq gaplashib chiqamiz. Istalgan avtomobilni haydash imkoniyatini beradi. Ya'ni o'ylashinglar mumkin, qanday istalgan avtomobilni haydashim mumkin? Men avtomobilim bo'lmasa, daverniz qilinmagan bo'lsa, sug'urta qilinmagan bo'lsa, qanday haydayman desanglar, hozir men sizga buni javobini beraman. Misol uchun sizlar toqqa chiqib ketyapsizlar, o'rtog'ingizning mashinasi bor. O'rtog'ingizning mashinasi hamma hayday olish uchun sug'urta qilingan bo'lsa, hozirgi paytda hamma shunday sug'urta qiladi. Toshkentda ayniqsa hamma hayday olish uchun sug'urta qilib qo'yadi. Avtomobilning egasi yoningizda o'tiradigan bo'lsa va sizning qo'lingizda pravangiz bo'lsa, istalgan avtomobilni hayday olasiz. O'zingizning kategoriyangizga tegishli bo'lgan avtomobillarni istalganini hayday olasiz. Xo'p, chet davlatda ishlay olish imkoniyatini beradi. Misol uchun, ko'plar chet davlatga chiqadi ish izlab. Agar sizlar qo'yinglar prava bo'ladigan bo'lsa, biron bir suhbatga boradigan bo'lsanglar, ikkita odam suhbatga kirdida, bittasini pravasi bor, bittasini pravasi yo'q. Sizda prava bor. Ikkalalar bir xil odamsizlarda, sizlarga ishoninglar, imkoniyatlar ko'p bo'ladi. Sizga bonus sifatida xizmat qiladi bu prava. Misol uchun ko'plar Kanadaga ishlashga ketadi, men trek haydayman deb. Trekchilar bilasizlar, oyligi qancha kattaligini. Keyin O'zbekiston pravasi ko'p davlatga o'tmaydi deysizlar. Bu xato. O'zbekiston pravasi qo'shni davlatlarimiz, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga bemalol o'tadi. Hattoki Rossiyaga o'tadi, Amerikaga o'tadi, Kanadaga ham o'tadi. Ko'rasizlar, qancha top davlatlarga ko'piga o'tadi pravamiz. Faqatgina kategoriyamiz to'g'ri kelsa bo'ldi. Shuning uchun prava bo'lsa, sizlarga juda ham katta imkoniyat ochiladi, chetga borib ishlamoqchi bo'lsanglar ham. Xo'p, pul topish va tejashga yordam beradi. Masalan, tushuntirib beraman. Pul qanday tejaymiz? Agar uyda bizning mashinamiz bo'ladigan bo'lsa, u mashinani hech kim haydamaydi, просто turibdi. Lekin bizning pravamiz bor va boshqa joyda ishlashimiz mumkin yoki o'qishimiz mumkin. O'qishdan keyin dam olish kunlari Yandex qilsak, dastavka bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bizga qo'shimcha pul olib keladi bu. Pul tejashga qanday yordam beradi? Masalan, sizlar oilaviy toqqa chiqmoqchisizlar. Toqqa chiqishdan oldin agar mashina bo'lmaydigan bo'lsa, hech kimda yoki mashina bo'lgan taqdirda ham hech kimda prava bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar taksi chaqirishlarga majbur bo'ladi. Birinchidan taksi diskomfort bo'ladi. Sizlar tanimaydigan odamlar toqqa chiqib ketyapsizlar. Ya'ni qanchadir unga pul to'laysizlar sizlar bilan birga yurgani uchun. Ya'ni qaytish bor. Shu jihatlar, shu tomonlama pullar ancha tejaladi, ishoninglar. Xo'p, keyingisi kundalik ehtiyojlar uchun har qanday paytda o'zi haydash imkonini beradi. Masalan, bolali bo'lsanglar yoki oilali bo'lsanglar, ishdan qaytayotganda yoki ishga borayotganda farzandinglarni maktabga tashlab qo'yishinglar mumkin yoki bog'chaga tashlab qo'yishinglar mumkin, bog'chadan olishinglar mumkin yoki do'konga chiqmoqchi bo'lsanglar ham tasavvur qiling, shuncha yuk bilan nima qayerda taksi chaqirib o'tirmaysizlar yoki avtobusda yurmaysizlar-ku. Avtobusda ko'plar yurolmaydi, sababi tiqilinch, A punktdan B punktga borish uchun ikkita uchta пересадка ham qilasizlar, hatto diskomfortlar ko'pda. Agar avtomobilda bo'lsa, bemalol magazinga ham borasizlar, dorixonaga ham borasizlar, mashinada o'tirib gaplashaverasizlar. Bu imkoniyatlari vaqtim ko'p, o'zingizlar o'ylab topsanglar ham bo'laveradi. Xo'p. Endi asosiy narsaga o'tadigan bo'lsak, odamlar savol beradi. 1200 ta test savolini qanday 10 karra eslab qolish mumkin degan savollar ko'p bo'ladi. Men sizlarga hozir 3 ta qoidani o'rgataman. Shu 3 ta qoida orqali ishoninglar, naqd 200 ta savolning javobini o'sha bilasizlar. Tasavvur qilinglar, 1200 ta test savoli bor. O'sha sizlar hozir 3 ta qoida orqali 200 ta test savolini bilib olsizlar va o'zingizlar bemalol yecha olasizlar. Qani unda boshlaymiz. Xo'p, birinchisi tartibga solinmagan chorrahalarni hozir o'rganamiz. Tartibga solingan chorrahani o'rganamiz va 3-qoidamiz tartibga soluvchi inspektorning ishoralarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi chorrahaga e'tibor beramiz va savolni o'qiymiz. Chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tishadi. Javobini topishda men sizlarga oddiy usullarni o'rgataman, fishkalarni beraman. Mana shu shpargalkalar foydalanish orqali mana shunaqa savollarni bemalol muammosini yechishni o'rganasizlar. Chorrahaga qaraymiz. O'zimizga savol beramiz. Birinchi savol: qaysi avtotransport vositasining o'ng qo'lida avtomobil yo'q? Sirasi ko'rinib turibdi. Yashil avtomobil to'g'ri ketmoqchi. Demak, yashil avtomobilning o'ng tomonida hech kim yo'q. Demak, yashil birinchi bo'ladi. Endi javobiga qaraymiz. F1, F2, F3. Bu yerda yashil birinchi bo'lib turgan javob F3. Bo'ldi, o'sha javobini topdik. Qolganini izlash ham shart emas-da. Lekin men sizlarga qolganini ham tushuntirib beraman, osonroq tushunishinglar uchun.
Endi chorrahani ikkinchi bo'lib kim o'tadi? Sariq avtomobil chorrahadan chapga burilmoqchi bo'lsa, o'ng qo'lida ikkita avtomobil turibdi. Ko'k va qizil. Demak, shu ikkita avtomobilni o'tkazib yuborishga majbur. Ya'ni oxirida sariq avtomobil o'tadi. Ko'k va qizil avtomobil esa chorrahani bir vaqtning o'zida o'tib ketishi mumkin. Ko'k avtomobil to'g'ri ketadi, qizil avtomobil esa chapga burilib ketyapti. Shunda javobi bunday bo'ladi. Yashil avtomobil o'tyapti, ko'k ayni vaqtda qizil bilan birga o'tadi, keyin sariq o'tadi. Ana javobni tekshiramiz. Javobimiz to'g'ri. Endi esa xuddi shunaqa savollarning javobini o'zingizlar topasizlar. Kommentga javobini yozib borsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi savolimiz ushbu tartibga solinmagan chorrahada kim birinchi bo'lib o'tadi? Faqat bitta joyga e'tibor beramiz. Chorrahada YPX patrul avtomobil turibdi. Patrul avtomobilining mayoqchasi yoniq bo'lsa, mana mayoqchasi yoniq bizning holatimizda u imtiyozga ega, ya'ni birinchi o'tib ketish huquqiga ega. Tez yordam mashinasi ham shu. Ya'ni bu yerdan biz hozir ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tishini topishimiz kerak. F1, F2, F3 javobini yozinglar. Ana javobini kutamiz. Xo'p, javobini yozishyapti. Birinchi bo'lib o'tadi, uchinchi bo'lib o'tadi. F3. Yo, savolni sizlar tushunmadinglar. Ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi deyilyapti. Ya'ni ko'k avtomobilga urg'uni beramiz. Ko'k avtomobil 3. Gap yo'q. Hamma ujuz javobini topishni boshladi. Gap bo'lishi mumkin emas. 3, молодцы. Xo'p, uchinchi bo'lib o'tadi bir vaqtda qizil bilan. Ya'ni YPX avtomobil o'tib ketdi birinchi. Yashil avtomobilning o'ng qo'lida hech qanaqa avtomobil yo'q. Shuning uchun yashil avtomobil bemalol burilib ketaveradi ikkinchi bo'lib. Uchinchi bo'lib ko'k avtomobil bilan qizil bir vaqtda o'tib ketish huquqiga ega. Sababi ikkalasi ham bir-biriga xalaqit qilmayapti. Молодцы. Endi keyingi savol. Buni ham topishga harakat qilinglar. Boy yuqorida aytgan fishkamni ishlatinglar. O'zingizlarga savol bersizlar. Qaysi transport vositasining o'ng qo'lida avtomobil yo'q? Demak, kimda bo'lmasa va hech kimga xalaqit bermasa, u birinchi o'tib ketish huquqiga ega. Savol: chorrahani quyidagi tartibda o'tishadi. Ya'ni birinchi kim o'tadi, ikki kim, uch kim. Ani topamiz. Javobini yozishda F1, F2, F3. Xo'p, javoblar kelyapti. Молодцы. Topishga harakat qilamiz. Yana bitta topish usuli, ko'k avtomobil chorrahani, mana ko'k avtomobilning o'ng qo'lida hech kim yo'q. Demak, ko'k avtomobil birinchi bo'lib o'tadi. To'g'rimi? Mana qarang, ko'k avtomobil to'g'riga o'tib ketadi va o'ng qo'lida hech kim yo'q. Demak, ko'k avtomobil birinchi bo'lib harakatlanadi. Shunda javobiga qaraydigan bo'lsak, F1 avtomatik chiqib ketadi. Chunki ko'k avtomobil birinchi o'tyaptimi, F2 va F3 variantlari qoladi. Endi shu ikkita variantdan qaysi biri to'g'ri? F2 mi, F3 mi? Gap yo'q. F2 ko'p kelyapti. Demak, ko'k avtomobil birinchi bo'lib o'tadi. Qizil avtomobil o'ng qo'lida avtomobil qolmagani uchun ikkinchi bo'lib o'tadi. Yashil esa uchinchi bo'lib o'tadi. Javobimiz F2. Tabriklayman. Javobini topibsizlar, молодцы. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Faqat savolga ahamiyat beringlar. Chorrahani uchinchi bo'lib kim o'tadi deyapti endi. Bu tartib so'ralmayapti. Uchinchi bo'lib kim o'tadi? Boyagi fishkani ishlatamiz yana. Ketdi, topinglar. F1, F2, F3. Yaxshi, savol qiyin emas, ko'ryapsizlar-a? O'sha mag'zini tushunmasanglar, mana shunaqa chorrahaga tegishli bo'lgan savollarning barchasini oson ishlab tashlaysizlar. F2, молодцы. Hamma to'g'ri topdi. Ya'ni chorraha uchinchi bo'lib kim o'tadi? Ko'k avtomobil o'tadi. F2 hamma topdi. Tabriklayman. Endi keyingisiga o'tamiz. Tartibga solingan chorrahalarda harakatlanish tartibi qanaqa bo'ladi? Ya'ni svetofor ishlab turgan. Bu yerda endi e'tibor beramiz. Bit bor. Svetofor ishlab turganda o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Ya'ni kim bilan ishlamaydi? Tramvay bilan ishlamaydi. Tramvayga ta'sir qilmaydi o'ng qo'l qoidasi. Ya'ni mana qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi deyapti. Qizil avtomobil agar haydayotgan bo'lsak, chapga burilayotganda chapda uje tramvay turibdi. Tramvay qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar birinchi o'tib ketadi bu yerda. Bunaqa holatda. Shuning uchun topamiz. Tramvay birinchi o'tib ketdi. Ko'k avtomobil ham birinchi o'tib ketsa bo'ladi bir vaqtning o'zida tramvay bilan. Keyin
Qizil avtomobil chorrahaga chiqdida, chapga burilmoqchi. Chapga burilayotganda o'ng qo'lida ikkita avtomobil turibdi. Yashil hamda sariq. Yashil sariq o'ng tomonda turgani uchun ikkalasini ham o'tkazib yuborishga majbur. Demak, qizil avtomobil oxiri bo'lib o'tadi. E'tibor beringlar. Xo'p, qolganini qani o'zingizlar topishga harakat qilib ko'ringlar. Bu ham tartibga solingan chorraha, ya'ni e'tibor beringlar, svetofor bilan tartibga solinmagan bo'lsa ham belgilar bilan, yo'l belgilari bilan tartibga solingan. Tramvayda asosiy yo'l belgisi turibdi, ya'ni imtiyoz belgisi, 2-4 belgisi turibdi. Avtobus hamda yengil avtomobilda esa yo'l bering belgisi turibdi va ishorasiga ham ahamiyat beriladi. Avtobus bilan yengil avtomobil to'g'ri harakatlanar ekan, tramvay ham to'g'riga. Demak, kim bir o'tadi, kim ikki, kim uch o'tadi. Topamiz. O'zi hamma bilgan bo'lsa kerak, mana imtiyoz belgisi tramvaydan, demak tramvay birinchi o'tadi. Tramvay birinchi javobi F1 va F2 javobida bor ekan, F3 avtomatik chiqib ketadi. Endi F1 yoki F2 topamiz. F1 F2 ham kelyapti, F2 xato lekin. F1 to'g'ri, mana F1. Gap yo'q. Malatsi. Ya'ni tushuntirib beraman. Nega ko'pchilik hozir F2 ni ham tanladi? Tramvay o'tib ketdi. Shuning uchun aytdim, ishorasiga ham ahamiyat bering. Pavorotnik yoqqanmi avtobus? Yoqmagan. Demak, avtobus ham to'g'ri harakatlanadi, yengil avtomobil ham to'g'ri harakatlanadi. Bir-biriga xalaqit qilmayapti, to'g'rimi? Bir vaqtda o'zida o'tib ketaveradi. Hech kimga xalaqit qilmayapti ular. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu yerda oson savol, qaysi transport vositasining haydovchisi harakatlanishga imtiyozga ega? Ya'ni kim birinchi o'tadi bu yerda? Avtomobil birinchi o'tadimi, tramvay birinchi o'tadimi? Boya birinchisida aytdim. Endi yana nimani aytdim? Tramvay bo'ladigan bo'lsa, o'ng qo'l qoidasi ishlamaydi. Ya'ni tramvay har doim imtiyozga ega. Svetoforning yashil ishorasi yonganda topamiz javobini. Hey, adashmanglar, F1 emas. Men aytdim, svetofor ishlab turganda o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Faqatgina avtomobillar bilan ishlaydi. Bu yerda tramvay bor. Tramvay bo'lgani uchun o'ng qo'l qoidasi ishlamaydi. Tramvay har doim birinchi bo'lib o'tadi. Mana endi o'zingizlar keldinglar. F2 gap yo'q. Javobini to'g'ri topdinglar. Tabriklayman F2 deganlarni. F1 deyotganlar diqqat bilan kuzatishda davom eting. Xo'p, keyingi vaziyat qiyin savol, mana qiyinroq. Ahamiyat beramiz. Ko'k avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib o'tadi? 1, 2, 3, 4 yozamiz. E'tibor beringlar, YPX avtomobil turibdi va mayoqchasi yoniq. Buna holatda YPX xodimi har qanday vaziyatda birinchi o'tib ketishga haqli. Stop belgisi bo'lishiga qaramasdan. Keyin qizil bilan yashil avtomobilni rom turibdi, ya'ni asosiy yo'lni anglatadi. Ko'k avtomobilda esa yo'l bering belgisi turibdi, uchburchak. Tak, javobi kelyapti. Malatsi. 4, 2, 4, F4. Malatsi. Hamma bittada topdi. Javobi oxiri bo'lib o'tadi. Hamma transport vositalarini o'tkazib yuboradi. Bu yerda o'ng qo'l qoidasi ishlamaydi. Chunki chorraha tartibga solingan. Yo'l bering belgisi bor, imtiyoz belgisi bor. Imtiyoz belgisiga amal qilish kerak. Va ko'k avtomobil hammaga yo'l berib o'tadi. Endi ko'pchilik qiynaladigan savolga o'tamiz. Ya'ni imtihonga tayyorlanish jarayonida ko'pchilik prям men ham boshida juda qiynalganman. Ya'ni inspektor chorrahada turganda qo'l harakatlariga qarab, bunday turganda yoki qo'lini tushirganda qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat beradi deganda men ham juda ham qattiq qiynalardim. Endi bu holatni ko'rib chiqamiz. Mana menga qaranglar, prям komment yozmasdan menga qaranglar. Sababi bunaqa holat ko'p bo'lmaydi. Komment yozmay turamiz, menga qaraymiz. Gaya xodimi agar qo'lini pastga tushiradigan bo'lsa yoki ikki yonga ko'taradigan bo'lsa, ma'nosi bir xil bo'ladi. Qo'li charchab ketsa tushirish ham mumkin. Qo'li charchansa ko'tarib turadi. Ma'nosi bir xil. Ya'ni bu tomondagi, o'ng tomondagi va chap tomondagi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat beradi. Ya'ni qarama-qarshi tomonga harakatlanadi. Burilib olmaydi va boshqa burilib ketmaydi. Faqat to'g'riga yuradi, tushundinglar-a? Agar shunday turganda yoki bunday turganda gaya xodimini oldiga va orqasiga blok qo'yamiz, mana bu blok tap etib tushdi. Tak, o'tib ketibdi. Qaytaramiz. Mana
gai xodimi turganda, bunday turganda oldidagi va orqadagi transport vositalarining harakatida mutlaqo taqiqlanadi. Endi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, gai xodimi mana bunday turibdi, mana. Sizlar mashinadasizlar, o'tirsizlar mashina, tasavvur qilinglar, gai xodim mana bunday turibdi. Ya'ni bu qo'lim, chap qo'lim pastga tushgan bo'lsa, chap tomonidagi mashinalar istalgan yo'nalishda harakatlanish huquqiga ega. Istalgan. Qayerga yurmoqchisan? O'ngami? O'ngga yur. Orqagami? Razvort qilib ol. To'g'rigami? O'tib ketaver degan. Любой yo'lga yura oladi. Faqatgina bitta istisno holati bor. Qanaqa istisno holati? Tramvay yura olmaydi bunaqa holatda. Tramvay qachon yuradi? Qo'li tushirilsa, qo'li ikki yonga ko'tarsagina tramvay harakatlanish huquqiga ega. Boshqa holatlarda hozir tramvay yurmaydi. Shunda javobi mana bunaqa bo'ladi. Barcha transport vositalari o'tib ketadi. Mototsikl ham o'ngga o'tadi, qizil avtomobil chapga, ko'k avtomobil to'g'riga. Gai xodimi shunday turganda, bu tomoni blok bo'ladi, orqa tomoni blok bo'ladi. Ya'ni bu tomondagi transport vositalari harakatlanishni taqiqlaydi, orqasiga ham taqiqlaydi. Prosta shu blok qo'yishni o'rganinglar, blok qo'yishni o'rganganlardan keyin qaysi transport vositasining harakatlanish taqiqlanishini tushunib olasizlar. O'sha bilan javobini topish juda ham oson bo'ladi. Buni hali ko'rib chiqamiz testda. Xo'p, ikkinchi holat. Endi o'zingizlar topishga harakat qilinglar. Qaysi transport vositasining harakatlanishi taqiqlanadi? Gai xodimiga, ya'ni inspektorga e'tibor beramiz. Qo'lini tushirib, shunday turibdi. Tikka turibdi. Ikki tomonga ko'tarsa ham bir xil ma'noni beradi. Boy aytganimdek, faqat qarama-qarshi tomondagi avtomobillar to'g'riga harakatlanishi kerak. To'g'riga burilish mumkin emas. Ana javobini topamiz. F1, F2, F3, F4 topamiz. Xo'p, topishga harakat qilamiz. Qaysi transport vositasi harakatlanishga ruxsat etiladi? Mototsiklmi, avtomobilmi, yuk avtomobilmi, yengil avtomobilmi? Xo'p, javoblar kelyapti. Yaxshi. F4lar ko'p. F4, F3, F2 hatto yuk avtomobili. Xo'p, F4lar juda ham ko'p kelyapti. Tabriklayman. Javobi F4, ya'ni yengil avtomobil haydovchisi o'tadi. Men sizlarga endi tushuntirib beraman. Gai xodimi ikki qo'lini yonga tushirib turibdi. Ya'ni biz to'g'riga harakatlanish huquqiga egamiz. Mana shunday turganda, bu yerdagi avtomobil to'g'riga harakatlanish huquqiga ega. Bu yerdagi ham to'g'riga o'tib ketish kerak. Rasmdagi holatda yengil avtomobil to'g'riga o'tib ketyapti. Ko'k avtomobil esa to'g'riga o'tmayapti. U chorrahadan chapga burilmoqchi. Shuning uchun uni harakati taqiqlanadi. F4 to'g'ri javob bo'ladi. Tushunib oldinglar-a? Blok, mana blok tushirsak, gayni orqasiga blok tushiramiz, mototsikl harakatlanish taqiqlanadi. Oldiga ham blok tushiramiz, avtobusga ham harakatlanish taqiqlanadi. Bir xil savollar bo'ladi. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat beriladi deydi. Gayni rasmini qo'yib qo'yadi. O'shanda blok qo'yamiz. Blok qo'yganimizda qaysilari harakatlanish taqiqlanishini topib olamiz birinchi. Javobidan izlaymiz. Qaysi javobda o'sha harakatlanish taqiqlovchi avtomobillar belgilangan bo'lsa, o'sha javobni chiqarib tashlaymiz va oxirida o'zi javobi oson qoladi. Xo'p, keyingisi. Mototsikl haydovchisi qanday holatda chapga to'g'ri burildi? Qani javobini topishga harakat qilamiz. Bu ham qiyinroq. F1, F2, F3. Gai xodimi qo'lini tushirib turibdi. Moyga yetgan fishka. Qani topamiz.